Klientlar bilan maza qilib ishlayman. Klientlardagi natijani ko'rib ham maza qilaman. O'zimda ham o'zgarishlarni ko'rib maza qilaman. Qanaqa qilib sonini ko'paytirsam bo'ladi yoki menga qanaqadir naf joyi bormi? Hozirgi kunda men xohlagancha emasda, hozir qancha bo'lsa shuncha bo'lishi. Shunaqa savol. Da. Chunki agar siz klientingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizda his bo'lyaptiki, что men charchab qolaman, kuchim yetmay qoladi, oilamga vaqt ajrata olmay qolaman. Bormi shunaqa fikr? Xo'p, sizga savol. Nima uchun sizga ko'p klient kelmayapti? Agar sizga ko'p klient keladigan bo'lsa, nimani his qilyapsiz? Nimani his qilasiz? Mana hamma o'ziga shu savolni berib ko'rsa bo'ladi. Agar sizni xohlab turgan narsangiz klient yoki qaysidir bir sohangiz bo'yicha ko'p odamlar ko'p kelib ketdi, talab ko'payib ketdi. Har xil zapros bilan miyamda achishib ketsa kerak, ko'payib ketsa kerak zaproslar deyman. Har xil zapros bilan ko'p kelsa, mana hozir chiqyapti. Har xil zaprosda har xil bo'lsa kerak kelgan ko'payib ketsa, Xo'p. zaprosni Yechim bera olmaysiz. miyamda yechim berishi mumkin, aralashib ketadimi degan narsa Qo'rquv bor bor, ekan. da, qo'rquv bor mana. Agar bizda klient ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni xohishimizga qaraganda klient ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, pul kelishi mumkin, lekin sifat darajasi tushib ketib qoladi. Eng tagida o'sha VGDani tagidagi VGD bo'ladi, вторичный VGD, ikkilamchi ehtiyoj, ikkilamchi talab desa bo'ladi o'zbekchasi. Ikkilamchi naf derdim. Ikkilamchi o'zingiz uchun foyda. Shu foydani o'zingiz o'ylab qolasiz. Chunki birinchi bo'lib inson ong ostida o'zini saqlash, самосохранение, ya'ni o'zini o'zi saqlash yotadi-da. Shuning uchun выгорание bo'lmasligi uchun har bitta kasbda, ayniqsa psixologlarda yonish bo'ladi. Выгорание deydi. O'sha yonishdan o'zingizni saqlash uchun ko'p klient xohlamaysiz. Hozirgi holatingizda sizda shuning uchun sizni ongingizdagi uстановка shu bo'yicha sizga kerakli klientlarni olib kelyapti. Oshchasi menga kerak emas degan uстановка sizda ishlab turibdi-da. Komfort zonamdaman. Komfort zonadan chiqishni xohlaymiz. Endi qachon bizda natija yuqori bo'ladi? Qachonki biz ong ostimizdagi programmani cheklovlarini, ya'ni darajasini ongimizni o'stirib kengaytirganimizda bo'ladi. Telefonimizni almashtiramiz, chipini qanchalik pamitini, xotirasini kattaytirsak, shuncha ko'p informatsiya bizga sig'ishni boshlaydi. Masshtabирование degan narsa. Xuddi shu narsani ongimizni biz o'stirib, ongimizni kengaytirib, standartlarimizni oshirib, keyingi etapga, keyingi urovingga o'tishimiz kerak bo'ladi. Birdaniga emas, agar birdaniga o'tadigan bo'lsak, ongimiz charchab qoladi, toliqib qoladi, xohlamaysiz, bloklanasiz, yotib olasiz yoki kasal bo'lasiz. Insonda shu holatlar hattoki kelib chiqishi mumkin. Aynan shuning uchun hozir ketma-ketlik bilan birinchi xohishingiz, hozirgi A tochkangiz yozib olasiz. O'zingiz uchun nimani men xohlayapman, nimani, qanaqa natijadaman, qanaqa holatdaman, hozir nimani his qilyapman, qaysi darajadaman, qaysi urovingdaman, qaysi leveldaman hozir. Xo'p, hoziringizni aniqlab oldingiz, endi kelajakka qaraymiz. Agar o'tmish bilan yashaydigan bo'lsangiz, oldin bunaqa edi, hozir zo'r. U yerda o'zingizni yana tasdiqlash yotadi. Endi tasdiqlab bo'ldingiz, xo'p, kim uchundir nimadir qilmaysizda, o'zingizni hayotingiz, bu sizni hayotingiz A nuqtadan endi B nuqtaga borishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz aynan sizni qalbingiz, sizni ongingiz, sizni ruhingiz, sizni taningiz nima xohlayapti? Shuni aniq qilib olishimiz kerak. O'sha joyga borish uchun endi biz albatta birinchi Allohdan niyat qilib so'raymiz bu narsani, chunki o'zidan o'zi hech narsa behuda bo'lmaydi. Shu yerda o'tirishimiz ham, hayotingizga shunaqa holatlar kelishi yoki shu savolni paydo bo'lishi ham o'zini bir sabablari borki, keyingi levelga o'tishingiz uchun. Shuning uchun endi biz aniqlik kiritib olamiz. Ya'ni birinchi o'y-xayoldan keyin fikr keladi, lekin fikrdan oldin bitta kalit joyi bor. Shu joyi nima ekan? O'yladingiz, o'zgarishim kerak deb. Undan keyin sizda nima paydo bo'lyapti? Aynan kalit joyida bizda shu kalit bizni A tochkadan B tochkaga olib boradi. Nima bo'lyapti? Mana hozirgi sostangiz B tochkaga bormoqchisiz. Ya'ni qanaqadir yuqori natijaga aytaylik bir kunda hozir nechta aytganim, qo'rquv, har xil narsa bo'lyapti. Har xil zapros bilan kelganda qo'rquv bor ekan. Qo'rquv bor. O'sha hammasi aralashib ketadi degan. deb qo'rqyapsiz. Lekin xo'p, biz baribir hozir nechta klient? Hozir 3 ta, 2 ta bo'lishi mumkin. 2 ta, 3 ta kuniga. Yo'q, kuniga emas.
kuniga man qabul qilmayman. Haftasigami Kunigacha shunda? man nima deydi, o'zim yogami darsim bergani, shu boshqa именно o'zim ustimda ishlab, boshqa yoqqa borib, emasmi psixologiya? bilmadim. Hobbi bo'lsa ham aniqlab olish kerak bo'ladi. Yo'q, lekin man o'zimni kuzataman-ku. Shu kuzatganimda именно ular klientlar bilan ishlaganimda, natijasini ko'rganimda, ularni his tuyg'usini his qilganimda, я прям наслаждаюсь, и мне это нравится. И то же самое yogani berganimda, u них o'zini измененияsi bo'lganda, kelib уже natija bilan bo'lishganda, мне это тоже нравится, да? Nравится какое? Man o'zimga foyda topganim uchun O'sha ikkilamchi foydada. Mana menga aytyapsiz, ular mazza qilsa, men mazza qilaman. Yo'q, man o'sha mana hali Dildor aytgandek, to'yingan bo'lsangiz berasdi-ku, o'sha mazasini rosa maza qilib his qilganim uchun men уже bemalol berishga chiqib ketdim-da. Ожидание borda, ular mazza qilish kerak. Обязательно men berayotgan bilimlardan ular to'yinishi kerak, ular mazza qilish kerak, ular natija olish kerak, ha? Sizni natijangiz qolib ketyapti. Yo'q, ular xohlasa qolmasin. Yo'q. Menim определение yo'q. Da? Shuning uchun so'rayapman-da, siz aynan nima xohlayotganingizni, hozirgi sostoyaniyani A точкani bilib olib, keyin B точкаga boramiz. Ya'ni o'zingiz aniqlikni mana his qilib olishingiz kerak. Mana u yoqqa boryapsiz, bu yoqqa boryapsiz. Menga haftada 2 ta klient, 3 ta klient yetadi deb o'zingiz ongingizga chegaralab qo'yapsiz-da. Shu chegara asosida bizga keyingi imkoniyatlar, keyingi eshiklar sizni xohishingizga qarab ochiladi-da. Yopdingizmi, bo'ldi, yopuv. Boshqa insonlar uchramaydi sizga hayotingizda. Klient ham uchramaydi, ekspertlar ham uchramaydi, chunki siz tayyor emassiz. Ha, bo'ldi, to'xtang. Ha, tushundim. O'zim nima ekanda, To'xtatib olyapsiz. Sag'al to'g'ri ko'paysa, O'tkazib boramizlar. bitta qo'rquv bitta kelganda, eshiklarni yopib qo'yadi. chunki menda rostdan ham bundoq ishlab ketadigan odati bor уже. И haqiqatan bu o'qishga kirmasimdan oldin ko'p edi-da. И ko'p bo'lganda haliga aytgan narsam o'tib ketdi fikr. O'shandan kimda bo'ldi. Ha. Chunki o'zingiz xohlamayapsiz, energiyangizni saqlab qolishni xohlayapsiz. Energiyangizni ko'p bekordan bekor isrof qilishni baribir ular qadriga yetmaydi degan narsa bor-ku, hamma ham qadriga yetib ketmaydi. Qadriga yetadigan insonlar bilan ishlasam mazza qilaman. Qadriga yetmagan odamga gapirib, aytib, befoyda degan narsa bor-da. O'sha ikkilamchi vigida bo'ladi. Ikkilamchi ehtiyojlarni to'yintirish bo'ladi-da. O'zingizni baribir o'ylayapsiz u yerda. Boshqa odamni o'ylagan darajaga siz his qilyapsiz o'zingizni. Lekin birinchi bo'lib inson o'zini o'ylaydi, o'zingizni o'ylaysiz, o'zingiz ehtiyot qilish. Endi hozir bu A точкасы ekan. Endi siz bilan ketyapmiz, aytaylik, bir oydan keyin B точкаga yetib borishingiz kerak. 5 yil, 10 yil deb olmayapmiz. Chunki 5 yil, 10 yil uzoqda odam ongi qo'rqib ketadi. Ha, hali nima bo'lishi mumkin? Realniyroq, aniqlik kiritib olamiz. 1 oy odamni ongiga sig'adigan darajada. Nimani angladingiz? Qanaqa hissiyotlarni his etyapsiz? Hozir savol berganingizdan keyin o'zim qo'rquvlarim bilan klientlar ko'p bo'lganda o'zim fikr darajasida bo'lsa ham o'sha qo'rquvim o'tib ketgandan keyin men o'zim uzoqlashtirganimni his qildim. Demak, bu siz natijaga chiqishingiz kimga bog'liq ekan? O'zimga. O'zimizni ong darajamizga bog'liq ekan.